Ha, o'g'lingizni inshaalloh tarbiya qilsangiz ham sizni jannatga kirishligingizga balki mana Hofiz Kalamullohlar kabi qori bo'lsalar boshingizga toj kiydirar, lekin mana u hadisda ochiq aytildiki, agar bir qizi bo'lgan mu'min o'shani odobini, dinini, diyonatini qilsa, bo'ldi. U o'sha jannatga kirishligiga sababchi bo'lar ekan. Bu qavli so'zlarda va ko'pdir qavli so'zlari. Hatto fasabrahunna deya aytadilar bir so'zlarida, agar ularni tarbiyasiga sabr qilsa, haqiqatda qizni tarbiyasi qiyin. O'g'ilnikidan qizniki qiyin, juda qiyin. Shu sababdan o'g'ilga aytmadilar fasabarahu, fasabarahum demadilar. O'g'illarni tarbiyasiga sabr qilsa demadilar, balkim fasabarahunna, ana u qizlar, ana u singil opalarni tarbiyasiga sabrli bo'lsa, sabr qilsa va ularga jannat. Endi keling fi'li sunnatlar, ajoyib. O'zlarini qizlariga ko'rsatgan, ahli baytlariga ko'rsatgan muomalani ko'rsangiz, juda ham payg'ambar alayhissalatu vassalomni sevgilarida yana ziyoda bo'lasiz. Hazrati Fatima onamizlar, boshqa qizlar har ko'rganlarida qarang, marhaban bi ummi abiha derkanlar. Otasini, onasi xush keldingiz, marhabo deya o'zlarini o'tirgan o'rinliqlardan turib, ba'zi rivoyatlarda ridolarni, choponlarni u qizlarni taklariga to'shab berib, o'sha joyga o'tkazar ekanlar. Va har ko'rganlarda peshonalarini qoq o'rtasidan suyib qo'yar ekanlar. Qarang, bir doimiy mavazaba alayhi nabiy alayhissalatu vassalam deyiladi siyratda, doimiy bir sunnatlardan, qachon safardan qaytganlaridagi doimiy bir sunnatlari bo'lardi. Otalar inshaalloh buni qilgan bo'lsalar ajab emas. Biz yoshlar qizimiz bo'lsa inshaalloh voyaga yetkazib turmushga berganda biz ham buni qilaylik. Nima u sunnat desangiz, bu doimgi sunnatlari. Ya'ni safardan qaytganlarida hattoki qarang, kirishlari bilan Madinaga birinchi qiladigan ishlari nima bo'lardi? O'zlarini muborak masjidlarda 2 rakat namoz o'qirdilar. Bu doimgi sunnatlar, uylarga bormasdan. Keyinchi bozorga, qaysi bir ish yumushga yoki onalarimizni oldilariga, ahli baytlariga ham yo'q. To'g'ri borib, qizlari Fatima onamiz kabi qizlarni ziyorat qilardilar. Bu payg'ambar alayhissalatu vassalomni doimiy sunnatlari deyapmiz. Qani ichimizda otalar bormi? Hech bir masalan viloyat safardan keldingizda, xonadoningizga kelmadingizda, to'g'ri borib o'sha turmushga chiqargan qizingizni ziyorat qilganlar bormi? Ularga men joizam bor. To'ramdan bir Qur'on olaman deb o'sha Qur'onni beraman. Kim bor ichimizda qo'l ko'tarsin? Ya'ni viloyat safardan bo'lsa ham keldingizda, u chet eldan kelmadingiz. Viloyat safardan bo'lsa ham keldingizda, uyingizga, hovlingizga borishdan avval qo'lingizdan kelgan sovg'a salomni olib, o'sha qizimni, o'sha turmushga uzatgan qizimni ziyorat qilay deya birinchi safardan kelib kim oramizda birinchi qizini ziyorat qilgan? Tashqarida bormikan? Qo'l ko'targanlar bormikan? Qarang, podvalimizda o'qiyaptimi? Bormikan podvalda? Qo'l ko'targanlar mayli kesinlar, to'ram oldiga to'ram bitta Qur'on berasiz. O'zimizda o'sha yangi chiqqan Qur'ondan inshaalloh. Mana shunday azizlar, otalar bir marta bo'lsa ham hayotimizda qilaylik. Ya'ni bu payg'ambar alayhissalatu vassalomning safarlaridan qaytganlaridan keyingi doimgi sunnatlar deyapmiz. Kelardilar, masjidlarda namozlarni o'qirdilar va to'g'ri borib Fatima onamizni ziyorat qilardilar. So'ngra uylariga kelardilar. Bu o'sha qizga bo'lgan hurmatmi? Qizga bo'lgan e'tibormi? Uni haq-huquqini e'tirof qilishni mana shunday. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning sunnatlarida. Birida sahobalar o'tiribdilar. Hammalari muntazir bo'lib payg'ambar alayhissalatu vassalomni kelib namoz o'qib berishlarini. Qarangki, ular ham bu manzarani ko'rib qotib qolishdi. Nima bo'ldi? Yelkalarida Umama onamiz kim? Payg'ambar alayhissalatu vassalomning katta qizlari Zaynab onamizlarning qizlari, ya'ni nabiralari. Nabiralari bo'lgan Umama onamiz qizaloqni yelkalariga mindirib olib, Rasululloh mindirib olib, yelkalariga qo'yib olib, to'g'ri kelib shunday mihrobga turdilar. Va mana shu holda qizlarning yonlariga qo'yib, u nabiralarni namoz o'qib berdilar. Balkim bir mahali u qizaloq erkalanib, bobolarini payg'ambar alayhissalatu vassalomni yelkalariga chiqib, bo'ynlariga minib olganlarda uzundan uzun sajda qildilar. Nega? O'sha qizaloq yiqilib ketib, shikast yetmasin deya. Mana shunday bo'lgan payg'ambar alayhissalatu vassalom, demak, qizlarga va nabira qizlariga e'tiborlari.